Umumiy qilib aytaman, hammasiga mingdan ming tashakkur. Sizga albatta tashakkur. Lekin yomon qimmat oldingiz. Assalomu alaykum, hurmatli. Xayrli Havotog' sanatoriyasining dam oluvchilari, rahbariyati, tashkilotchilari. Taassurotlar zo'r. To'g'risini aytsam, bu yerga internetdan reklamadan ko'rib qoldim. Shu birinchi lecheniya qilib shifoxonaga yotib davolanaman deb internetdan ko'rib qolgandan keyin darrov telefon qilib mutasaddilar bilan bog'lanib bu kunisiga shu yerga keldim. Mana shifobog' suvi bor ekan, 1,5 ming metrga yaqin masofadan chiqar ekan, juda ham shifobog' suv. Bu suvni mana qariyb 7 kundan beri belgilangan me'yorda shifokorlar tavsiyasi bilan ichib kelmoqdaman. Xudoga shukr, hammasi joyida. Sog'ligimizdan e'tirozimiz yo'q. Sanatoriyaga kelinglar. Faqat shu eng yosh dam oluvchilardan biri bo'ldi. Shunaqa. Akamiz o'zimizni Jizzax viloyatining Yangiobod tumanidan aka. Ashta kelganlar. Endi bu shu yerdan odami, shu yerda mana shu suvni avvaldan bilgan akamiz. Hozir oddiy suhbat jarayonida shunday narsani gaplashib qoldik. Bu yerga kelganda qandli diabetlari 18 bo'lgan ekan. Akamiz mana shu sahrga davolanaman deb kelgan. Ozgina bu haqida ozgina ma'lumot berib o'tardik har doim. Bugun mana rezultat borligini bir ko'rsatib o'tamiz deb aytdim. 18 bo'lib kelgan. Hozir sahringiz nechi bo'ldi aka? Kunda 8,5. 8,5 bo'ldi. 8,5 bilan kelganmiz. Juda yaxshi. Ham suvni kuchi, ham o'sha to'g'ri retsept bo'yicha davolangan shifokorlarning mehnatida bu yerda. Albatta. Juda ham yaxshi, juda ham zo'r. Mana shu akalarimiz bilan mana bu yil mana shu kunlarda shu akalar bilan bitta havodan nafas oldik. Shu akalar bilan ham suhbat bo'ldik. Bu akalar kelgandan keyin sanatoriyamizga Fayz keldi. O'zlari bilan qanaqadir tadbirlarni mana shu yerda dam oluvchilar bilan yig'ilishib, hali ma'naviy hordiq chiqardilaring, ovqatlar qildilaring. Chat gruppamizga juda ham yaxshi keldi. O'rni kelganda bitta narsani aytib o'tib ketay. Bahodir aka, mana shu to'g'risi ishtahamiz yaxshi. Lekin mana shu sanatoriyadagi oshpazlarni taomi haqida ikki og'iz to'xtalib o'tsam, agar e'tiroz bo'lmasa albatta. Mayli. To'g'risi kelganda vazn tortib ko'rgandim, hozir ketish jarayonida tortdim, anchagina o'zgarish bor. Ovqatlari juda ham mazali-da. Juda ham mazali, ham diyetga mos. Juda ham mazali. Shu fursatdan foydalanib, mana shu sanatoriyani rahbariyatiga, tashkilotchisiga, bosh rahbariga, shu yerda boyagi shifokorlarimizga, fizioterapiya, parafin, mana mineral suvli vanna shifokorlariga hammasini birma-bir ismini aytish joiz emas. Umumiy qilib aytaman, hammasiga mingdan ming tashakkur. Sizga albatta tashakkur. Lekin yomon qimmat oldingiz. Kesib tashlaysiz bu yerni. Mana shu joyini birinchi nimaga qo'yasiz? Haqiqatan rahmat hammaga. Mana qorovulga, ish yurituvchisiga, ertalabdan vizariyatga, kechqurun madaniy hordiq artistlar, Farrosh opalarimiz hammasiga mingdan ming rahmat aytaman. Kelinglar, sanatoriyada dam olinglar. Sog'liklaringizga qarangizlar. Sog'lik bu eng katta boylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Inson uchun eng katta boylik sog'liq. Uni asrash esa har birimizning burchimiz. Xayrli Havotog', sog'liq va xotirjamlik maskani.